Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari. E'tiboringizga O'zbekiston tog' kon sanoati va geologiya vazirligi hamda O'zbekiston texnologik metallar kombinati tomonidan tashkil etilgan Mining Central Asia forumi natijalari to'g'risida axborot beramiz. Forum kritik mineral resurslari xavfsizligida Markaziy Osiyoning rolini oshirish shiori ostida tashkil etildi. Unda 400 ga yaqin ishtirokchi, shu jumladan 21 mamlakatdan 200 dan ortiq diplomatik missiya, yetakchi kompaniyalar, xorijiy mutaxassislar hamda geologiya sohasida nufuzli ekspertlar va mustaqil ekspertlar ishtirok etishdi. Xususan forumda Yevropa Ittifoqi elchisi Toivo Clark, Buyuk Britaniya elchisi Timothy Smart, Shveysariya elchisi Konstantin Abalenskiy, Qozog'iston Respublika elchisi Beybut Atamkulov, AQSh elchixona missiya rahbari o'rinbosari Hizem Burns, Germaniya elchixonasi rahbari o'rinbosari Michael Wimmer, Qozog'iston sanoat va qurilish vazirining o'rinbosari Iran Sharxan, Qozog'iston Milliy geologiya xizmati raisi Yerlan Galiyev, Sensis Overseas prezidenti Simon San, Franklin Templeton kompaniyasining Markaziy Osiyo bo'yicha ijrochi direktori Martius Dan, Responsible Gold kompaniyasi prezidenti Sahila Mirza, Amerika O'zbekiston savdo palatasi ijrochi direktori Yelena San-Larroko kabi yuqori martabali mehmonlar ishtirok etishdi. Forum doirasida 9 ta turli yo'nalishda panel sessiyalar tashkil etildi. Mazkur panel sessiyalarda 72 ta spikerlar qatnashib, olimlar, yetakchi mutaxassislar, yuqori malakali ekspertlar qatnashishdi. Jumladan, forumning birinchi kuni muhim madanli resurslarni qazib olishdan qayta ishlashgacha bo'lgan zanjirlarda mintaqaning o'rni, muhim xomashyo ekotizimni yaratishda hamkorlik, muhim xomashyoni yetkazib berish zanjirlarida O'zbekistonning yetakchiligini mustahkamlash, strategik sherikchilik uchun investitsiyalarga qulay sharoit yaratish, metallar va madanli xomashyo ishlab chiqarish va sotishning mustahkam zanjirlarini yaratish kabi mavzular muhokama qilindi. Forumning ikkinchi kuni Markaziy Osiyoda madanli resurslarni o'zlashtirish rivoji, tog' konchiligi va keyinchalik kon yerlarini ekologik jihatdan tiklash, rekultivatsiya qilish, uran kelajak uchun muhim energiya manbai ekanligi, ilmiy hamkorlik va inson kapitalining rivojlanishi, tog' konchiligini optimallashtirish masalalar muhokama qilindi. Forum doirasida tashkil etilgan tarmoq ko'rgazmasida 14 ta xorijiy va mahalliy kompaniyalar ishtirok etishdi. Ko'rgazma doirasida forum qatnashchilariga tog' kon sanoati va geologiya sohalarida o'z mahsulotlari va xizmatlarini taqdim etishdi. Forum doirasida O'zbekiston texnologik metallar kombinati tomonidan B2B va B2G muzokaralar o'tkazildi hamda chet el kompaniyalari bilan kritik minerallarni qazib olish, o'zlashtirish va qayta ishlash bo'yicha o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish masalalari muhokama qilindi. Kombinat tomonidan hamkorlar bilan tog' kon va qayta ishlash texnologiyalari, innovatsiyalar, modernizatsiya, ishlab chiqarish, amaliy texnologiyalar, laboratoriya, mahsulot sifatini nazorat qilish, kritik materiallar savdosi, loyihalarni moliyalashtirish, ta'lim, fan va inson resurslarini rivojlantirish sohalarida jami 16 ta hujjat imzolandi. Xususan, kombinat tomonidan Finlyandiyaning Metso, Turkiyaning Ostim, Argettest, Buyuk Britaniyaning Alfred H. Knight, Estoniyaning VL Core Baltic, Janubiy Koreya Respublikasining Terran, Next Advanced Total Materials, KDB Bank, Germaniyaning Convex International, Xitoyning Shandong Sinan Mining Technology va Equipment, Red Persimmon, Qozog'istonning Ensor Management Consults, Rossiyaning APC Resources, O'zbekiston Central Asia Artificial Intelligence uyushmasi, Pisa universiteti Italiyaning hamda O'zbekiston Geologiya fanlar universiteti bilan tegishli kelishuvlar imzolandi. Forum faoliyatini yoritishga bag'ishlangan jami 83 ta material, 68 ta xorijiy va mahalliy ommaviy axborot vositalari tomonidan yoritildi. Bundan tashqari,
Forum ishtirokchilari uchun 26-iyun kuni madaniy dastur tashkil etildi. Ya'ni Texnopark va O'zbekiston geologiya muzeyiga ekskursiya tashkil etildi. Mining Central Asia 2025 forumi nafaqat Markaziy Osiyoda, balki global miqyosda muhim xomashyo resurslarining barqaror ta'minotini, geologiya va madanchilik sohalaridagi hamkorlik va investitsiya muhitini yanada mustahkamlashga xizmat qiluvchi yirik xalqaro maydon bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.